Biz hozirgi kunda xalqimizning eng og'riqli nuqtalaridan bo'lgan bolalarda urologik nuqsonlar bo'lganligi uchun tarmoqdan kelgan savollarni qisqacha aytib o'tamiz va sizlarda to'g'ridan to'g'ri savollar bo'layotgan bo'lsa mikrofonlarni yoqib qo'yamiz, bemalol javob berishinglar mumkin. Biz o'sha xalqimizda og'riqli nuqtasi, ya'ni shu kungacha bu kasalliklar operatsiya qilinmagan, shu sababli kelgusida farzandlik muammosi kuchayib borgan. Oxirgi 5 yillik davomida dunyo olimlari statistika qiladi, yana hisoblab chiqadiki, katta bo'lganda farzandsiz bo'layotgan oilalardagi erkaklardagi muammolarning ko'pchiligi yoshligida bartaraf qilinmagan urologik nuqsonlar bo'lgan. Shuning uchun ko'p doktorlar hozirgacha buni bilmasdan kesib qo'yadi, hattoki urolog bo'lgan mutaxassislarni o'zi ham kesib qo'yadi. Buni kesmaslikda faqat bolalar urologiya jamiyatiga a'zo bo'lgan, ya'ni O'zbekiston bolalar urologiya jamiyatiga a'zo bo'lgan vrachlar tushunishi mumkin. Chunki so'nggi yangiliklar bilan ular tanishib boradi doim. Bizning manzilimiz Farg'ona shahar Qomus 40 kompleks hospital klinikasi. Tarmoqlardagi nomerimiz 95 889 55 51 va o'zimniki 93 588 55 51. Telegram tarmoqlarimizga kirsangiz 5 ta raqam ishlaydi. Ko'proq holatlarda men operatsiyada bo'lganligi sababli telefon raqamini ko'tara olmay qolaman. Endi bu soha xalq tilidan keladigan savollarni gapirishimga maqsad biz tibbiyot tilida sizlarga murakkabroq tushuntirib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun xalq tilidan keladigan savollar yuzasidan yuzlansak sizlarga yana ham tushunarliroq bo'ladi degan umiddamiz. Demak, mani o'g'lim ham xuddi shunaqa, ya'ni yashirin cho'choq deydi. O'sha cho'chqa ichkariga kirib ketadi. Hozirgi kunda juda ko'paygan kasalliklar qatoriga kiradi. Buni shu kungacha oxirgi 5 yillikgacha O'zbekistonda operatsiya qilinmagan, Turkiyada yoki Germaniyada yoki Moskvada operatsiya qilib kelingan. Shuning uchun o'sha joyda operatsiya qilib kelgan obunachilarimizdan xabar kelgan ekan. Mani o'g'lim xuddi shunaqa yashirin kichkina cho'choq bilan Germaniyadan doktor kelib O'zbekistonda operatsiya qildirdi. Demak, Germaniyadan kelib qilingan shu paytgacha hozirgi kunda O'zbekistonda o'zida, ya'ni Farg'ona shahrida amalga oshirilyapti. Toshkentda ham bor bu. Demak, xo'sh, keyingi savol. Mayli. Bizga bu bir g'urur, sharaf desak ham bo'ladi. Bizni o'qitgan o'qituvchimiz, sinf rahbarimiz ham hattoki shu videolarni ko'ribdi. Voy, men o'quvchim Muhsinjon sinf rahbari bo'lganman. Tanijoningiz sog' bo'lsin, omadingiz bersin, ko'rib olsa xursand bo'ldik deb. Bu SMS-danga internet xodimlarim, ya'ni tarmoqlarda internet xodimlari javob beradi. Shular yetkazdi. Xodimlari va alaykum assalom ustoz, albatta vrachimizga yetkazamiz, bayram muborak bo'lsin, biz tarmoq xodimimiz. Demak, internetdagi savollarning ko'pchiligiga manzil, telefon raqam, ish vaqtiga mani xodimlarim javob beradi. Ustozlarimiz umri uzoq bo'lsin, bizda insonlarni tarbiya qilib, shunday xalqqa xizmatchi qilayotgan ekan. Doim shu bizni duo qilganda yetadigan savoblarni bir qismi ham ustozlarimizga tegib borsin. Ustoz, yaxshi ko'ramiz sizni. Assalomu alaykum. Meni bolamda ham shu muammo bor. Siyadigan teshigi pastda. Operatsiya narxi qancha? Reabilitatsiya muddati qancha davom etadi? Necha yoshdan operatsiya qilish mumkin? O'g'lim 4 yoshi 5 oylik. Demak, teshik normada bolalarda cho'tchini uchida bo'lishi kerak. Kasallikda bu yerda yoki pastroqda bo'ladi. Shunga qarab teshik qancha past bo'lsa, cho'tchini egriligi ham shuncha kuchayib boradi. Agar buni o'z vaqtida yoshligida operatsiya qilmasangiz, bu egri cho'choqdan katta bo'lganda chiqadigan sperma tegib jarohatlanib chiqadi. Natijada farzandsizlik muammosi olib keladi. Hozirgi yoshda qiladigan ishi bu cho'tchini to'g'rilab, chandiqlarni olib tashlab, teshik tepadan olib chiqib, spermani ham to'g'ri chiqadigan qilish. Bu kelgusida farzandsizlikni oldini oladi. Endi buni necha yoshdan qilish mumkin? 1 yoshdan qilish mumkin. Reabilitatsiya narxi qancha debdi. Shifoxonada 5-7 kunda javob beramiz. Operatsiya qilib cho'tchini tepaga olib chiqqandan keyin betga biz trubka qo'yib qo'yamiz. Trubkaning jarohati bitishiga qarab organizmda har xil, kimdadir 5 kunda, kimdadir 7 kunda. Qayta operatsiya bo'layotganlar bo'lsa 14 kungacha ham trubka turadi. 7 kunda trubka olinadi va o'sha nazoratda siyishi 1-2 oy davomida kuzatiladi. Kimdadir teshik torayib qolishi mumkin. Bunday holatda tezroq teshikni kengaytirib qo'yish tavsiya qilinadi, chunki tor teshikda sidik napor bilan chiqqanda pastlardan teshib chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun reabilitatsiya davri taxminan 1 oy davom etadi. Va narxiga keladigan bo'lsa, kasallikda og'riqning yengillik darajasiga qarab teshik teparoqda bo'lsa arzonroq, pastroqda bo'lsa qimmatlashib ketaveradi. Chunki operatsiyaning vaqti 2 soatdan 5 soatgacha davom etadi. Shunga qarab 10 milliondan 18 milliongacha operatsiya narxi belgilangan. Bolamni o'ng moyaga olib tashlandi, o'smasi bor dedi doktorda. Endi nima bo'ladi dedi. Demak, shu biz aytyapmiz, ko'pchilikka tushuntiryapmiz. Tuxum yorug'larda chizib tushuntiraman.
o'g'il bolali bo'layotgan bo'lsa, tuxumda yorug'da bo'lishi kerak. Bu yerda qolib ketgan mahallarida bu tepada bo'lsa yoki o'sha pastga tushmagan bo'lsa, xuddi shunday holatlar tuxumi tepada ekan, tushmabdi, yorug'i bo'sh ekan, yorug'ini bittasi kichkina ekan deydi. Bu xuddi shu holat o'smaga olib keladi. Aynan shu obunachimiz yozyapti, o'smaga aylangan holatini. Demak, o'smaga aylangandan keyin tuxumni 100% olib tashlash kerak, uni iloji yo'q. Shuning uchun bu holatda o'smaga aylanmagan mahalida, yoshligida operatsiya qilish kerak. Shuning uchun bolalarda hech qaysi operatsiyani ma'lum bir muddati yo'q. 2 oydan keyin qilish kerak, 3 oydan keyin kasallik aniqlandimi, buni qilish kerak. Bo'lmasa o'zini asoratlarini kuchaytirib boraveradi. Assalomu alaykum. Hozir 1 minut ozgina men nimjonroq doktorman, shabada bo'lyapti, mashhurga javob bermoqchiman. Assalomu alaykum. Savolim bordi. Farzandim endi 2 yoshga to'ladi. Tabiiy sunnat bo'lib tug'ilgan. Sidik kanali sal pastroqda joylashgan. Bunda nima bo'ladi? Bir videoda operatsiya qilish kerak deb chiqqan ekansiz. Bunaqa tabiiy sunnat bo'lgan bolalarda ham sunnat bo'ladimi? Bunaqa bolalarga ko'proq sunnat deb ism qo'yiladi. Bunaqa bolalarni hech qachon sunnat qilish kerak emas. Albatta bolalar urug'iga plastik operatsiya qilish kerak. Bo'lmasa yuqorida aytgan shikoyatlar natijasida farzandsizlik muammosiga duchor bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Men sizni Instagramdan ko'rdim. Meni o'g'lim 8 oylik, moyaklari tepada joylashgan. Moyak xaltada yo'q. Doktor massaj bilan tushadi joyiga degan, lekin natija yo'q. Nima maslahat berasiz? Javob uchun oldindan rahmat. Hech qaysi tuxumda tepada, u rasmda ko'rsatgan holatdagi holat hech qachon pastga tushmaydi. Massaj qilasizmi, qo'y yog'i surtasizmi, yoki vanna qilasizmi, u vitamin berasizmi, hech qanday dori dunyo olimlarida yo'q, O'zbekistonda ham yo'q. Ba'zi bir o'zini asoslangan, ya'ni tasdiqlangan meditsina asosida ishlamaydigan ba'zi bir xodimlar bor. Gurucham kurmaksiz bo'lmaydi. Shular shunaqa tavsiyalar berishi mumkin. Lekin bolani moyaga yuqorida bo'ldimi, 1 yoshgacha tushmadimi, 1 yoshdan keyin 100% operatsiya qilish kerak. Xo'sh, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Meni o'g'lim 9,5 yoshda. 1,5 yoshligida shunaqa qilib shib ichiga kirib ketgani uchun xatna qildirganmiz. Boshida katta edi, lekin xatnadan keyin kichkina bo'lib qolganini sezdim. Bizga bitta tuxum tepada deb operatsiya etdi, qildirdik va shikoyatimiz bo'lmadi. Ammo hali ham ichiga kirib ketadi. Nima qilsak bo'ladi? Siz bilan bog'lanish kerak. O'zimiz O'zbekistonda emasmiz. Ota-onamda bolalarim debdi. O'zbekistonda bo'lmasangiz ham bizni qaramog'ingizdagi inson olib kelsa bu holatda ko'rish kerak. Chunki cho'tcha turgan holatda bu yoqqa to'liq chiqib turish kerak. Mana bu qo'lim qanday tursa, xuddi shunday chiqib turish kerak. Bu terisi deydigan bo'lsak, yashirin cho'choq degan holatda mana shunday boshchasi ko'rinib turadi yoki teri yopib turadi. Bunaqa holatda cho'tchani tashqariga chiqarib turadigan operatsiya qilish shart. Bo'lmasa farzandi bo'lmaydi. Qisqacha qilib aytganda, uni sababi ko'p. Tushuntiraman sizga, vaqtimizni sizlar bilan qimmatli vaqtlaringizni olmaydigan niyatda oxirgi xulosani aytib ketyapman. O'g'lim chaqaloqligida tuz to'planib sunnat qildirganmiz. Eshitinglar, chaqaloqligida tuz to'planib sunnat qildirganmiz. O'zi kichkina edi, hozir ichiga kirib ketgan. Ko'p rolikka olib bordim. 3 yosh bo'lganda olib kelasiz deydi. Zaytun moyida tashqariga chiqarib massaj qilib turing deyishdi. Lekin xavotirdaman. 1,5 yosh bo'ldi, hali tashqariga chiqqani yo'q. Hech qanaqa bolalar urologiyasida 1 yoshgacha sunnat qilinsa yaxshi bo'lib ketadi. 1 yoshda siyalmay qolsa sunnat qilish kerak degan gap so'z yo'q. Ozgina endi hamma pulni oldida shunaqa oxirgi 10 yillikni meditsinada da shunaqa edi. Bola siyalmay qolsa 1 yoshgacha sunnat qilish kerak. Hech qaysi bola 1 yoshgacha bo'lgan bola fimoz, ya'ni o'sha teshigi yopilib qolgandan siyalmay qolmagan. Uni ozgina bir hafta 10 kun o'sha maz deydi, antibiotikli maz, tetrasikli, eritrosikli mazda ozgina vannichka qilsa u ochilib ketadi. Bu fiziologik fimoz deydi. 90% 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda bo'ladi. Ozgina qunt qilib parvarish qilsa u 1 yoshgacha bemalol yuraveradi. Xuddi shunaqa yopilib qolishi 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda 2 marta bo'lishi mumkin. Tozalab, ozgina yuvib tashlasa, u 6 oy bemalol yuraveradi. Kestirganda ham bolalar urologiga kestirish kerak. Sababi
shunaqa ko'r cho'choqlarni kesib qo'ysa, biz xohlagandek yoki kitoblarda yozilgandek cho'choq yasab berish imkoniyatimiz chegaralangan bo'lib qoladi. Biz keyin uni mana bu cho'tchini yasash uchun yorg'oqni terisidan tepaga ko'tarib chiqamiz. Operatsiya vaqti ham uzayib ketadi, bola ham ozgina qiynaladi. Keyin bu yorg'oq terisidan olib chiqqan terini bitta no tarafi bu cho'tchini terisida tuk chiqmaydi. Bu yorg'oq terisida tuk chiqadi. Shu muammo bo'ladi. Bola katta bo'lgandan keyin ham cho'tchisi yaxshi zo'r bo'lib bu yoqqa tashqariga chiqib turib ishini bajarishi mumkin, lekin atrofidagi teridan tuk chiqadi. Shu muammo bo'ladi. Shuning uchun kestirmagan cho'choqlar yaxshiroq. Assalomu alaykum doktor, yaxshimisiz? Savolim bor. Doktor, o'g'lim 7 yoshda, vesi 50 kilo, jinsiy a'zosi ichiga kirib ketgan, juda kichkina, siysa achyapti. Nima maslahat berasiz? Aynan shu semiz bolalarda achish shikoyati yoki o'zim cho'tchisi tuz to'planib qolib kirga o'xshab qolish, hidlanish belgilari bo'lsa, buni qilish kerak. Operatsiya qilgandan keyin doktor cho'tchini bu yoqqa chiqarib beradi. Bo'ldi, urologda ish tugadi. Undan keyin endokrinolog degan doktor bor, gormonlarni nazorat qiladi. Bu semiz bolalarda ozgina ayollik gormonlari ham yuqoriroq bo'ladi. Hammada, ayollarda ham, erkaklarda ham ayollik erkaklik gormonlari bor. Faqat erkaklarda erkaklik gormoni yuqoriroq, ayollarda ayollik gormoni yuqoriroq. Shuning uchun ular ayol tabiatida shakllangan. Endi bu semiz bolalarda biroz erkaklik gormonlari pasaygan bo'ladi, ayollik gormonlari yuqori ko'tarilgan bo'ladi. Endokrinologning vazifasi shu erkaklik gormonlarini ko'tarib, ayollik gormonlarini tushirib berish. Shunda bolada semizlik degan darddan xolis bo'ladi. Assalomu alaykum doktor, o'g'lim bu ham xuddi shunaqa savol ekan. 10 yosh, 45 kilo, jinsiy a'zosi kichkina, o'tirganda ichiga kirib ketadi. Biz Toshkentda turamiz. Telegram orqali maslahat bera olasizmi? Telegram orqali maslahat bera olamiz, faqat kunduzi ish bilan juda band bo'lganligimiz uchun obeddan keyin 16:15larda yozadigan SMSlarga javob berishimiz mumkin. Bu holatda ham xuddi yuqorida aytgandek holat, o'sha operatsiya qilib endokrinologdan nazoratda bo'lish kerak. Assalomu alaykum doktor, meni farzandim ham uzumchasi ichiga tortaveradi, kichkina bo'lib turaveradi. Endi uzumcha cho'tchini tushuntiryapti bular xalq tilida. Bu holatda ko'rish kerak. Har qanday yashirin holat cho'tchida jinsiy a'zosida muammo bormi, uni rasm orqali, onlayn yoki Telegram orqali maslahat berib bo'lmaydi. Chunki u yerda biz cho'tchini terini ichida qanchasi bor, o'lchami qancha, atrofidagi terisi yumshoqmi, qattiqmi, o'zini terisiga yetadimi olib chiqsa, yetmasa yorug'dan olib chiqsa bo'ladimi? Shunaqa muammolarni bolani ko'rganda hal qilinadi, aziz ota-onalar. Savolim bor edi. O'g'lim 8 oylik, vesi bor. Sunnat qilaman desam, kutib turinglar deyishdi. Jinsiy olat shunaqa kichkina bo'lib ketishi mumkinmi? Shunga necha yoshdan so'ng ozgina kestirgan ma'qul. Semiz bolalarda hech qachon kestirmaslik kerak. Tamom, 100% semiz bolani kestirib bo'lmaydi. Uni 1,5 yoshda yoki o'sha 1 yoshdan boshlab bolalar urolog nazoratida bo'lsangiz, ozgina ves kamaygandan keyin o'sha terini qanchasini qoldirish kerak, qanchasini olib tashlash kerak aniq bo'ladi. Assalomu alaykum. 3 yosh 2 oylik o'g'lim sunnat qildirganmiz. Jinsiy a'zosi qizarib, yallig'lanib, atrofi kir, har xil narsa yig'adi, teshigiga tegishga qo'ymaydi, yashirib oladi. Sunnat qilingan bo'lsa ham terisi yopishgan, bitib qolyapti. Bu tabiiymi? Hech qanaqa tabiiy emas. 100% operatsiya qilish kerak. Yuqorida aytib o'tgandek, hidlanish, kir yig'ish, achishish uchalasi ham bor. Bu bormi? Bola katta bo'lgandan keyin cho'milishga boradi, o'rtoqlar bilan tualetga kiradi, bir-biriniga qaraydida, sani kichkina ekan deydi. Keyin bolaga psixik travma bo'ladi. Shungacha bormasdan operatsiya qilsa, bolada o'sha psixik travma bo'lgandan keyin u aqliy boshqa narsalarni o'zlashtirib olishi ham pasayadi. Ya'ni o'qish faoliyati pasayadi. Shuning uchun o'sha iloji boricha 5 yoshgacha bo'lmasa, o'sha 1 yosh, 2 yosh deydi, dunyo urologlari o'sha yoshda operatsiya qilish kerak. Kechikib kelganlar hech qanaqa kech qolmagan, unda o'sha bolani ongiga psixik ta'sir bo'lmasin deb yoshligida qilinsin deyiladi. 5-6 yoshda qilsa ham o'sha natijaga erishiladi. O'g'lim 3 yoshligida doktorga kestirganmiz. O'zi o'shanda ham sal kichikroq edi. Kichikroq cho'chasini kesmaslik kerak. Birinchi farzandim bo'lgani uchun bilmaganman. Kestirgandan keyin umuman ichiga kirib kichrayib ketdi. Kestirgandan keyin umuman ichiga kirib kichrayib ketdi deyapti. Kesgan doktorga 2-3 marotaba ko'rsatdik. Shunaqa ichiga kirib ketaveradi desak, o'zi katta bo'lib kuchga to'lganda o'sib kattalashadi. Hech qanaqa unaqa narsa emas.
Hozir bolam 11 yoshda. Yaqinda urologga olib borsam, chala kesilgan ekan deyishdi. Shunaqa ko'p bo'lgan holat dedi va testosteron ukolni kuniga oralatib olsin dedi. 10 ta olsin dedi. Menga olib kelsangiz qaytadan kesib qo'yaman dedi. Lekin men ukol oldirmadim. Bir yaxshi urolog vrach qidirib turgandik. Qanday maslahat berasiz? Bu holatda hech qanaqa testosteron degan ukol kerak emas. Bolaga zararli ta'sir qiladi. Zararli ta'sirini aytamasam, 1 soat gapiraman. Demak, kestirgandan kirib ketyaptimi? Unda sababi, kirib ketishiga sabab cho'chchi bo'lsa, atrofida qovoqni ustini ushlab ko'rsanglar, qo'l bilan suyaginglar turadi, erkak kishilar, o'g'il bolalar. O'sha suyakka bu cho'chchini bog'lab turadigan, tashqariga chiqarib chiqishga sababchi bo'lib turgan bu yerda bog'lam bo'ladi. Alloh taolo shunaqa yaratgan. Bu kasallikda o'sha bog'lam rivojlanmagan bo'ladi. Biz shuni cho'chchini to'liq holatda bu yoqqa chiqaramizda, o'sha bog'lamni suyakka qo'shimcha qo'yib ketamiz, yana orqaga qaytib ketib qolmasin deb. Sabab shu. Xo'sh, sizlarga endi hozir bir kunda 200 tadan oshiq savollarga javob beryapmiz. Sababi xalqimizning haqiqatdan muammosi ekan. Mana 1 soat bo'lgan bo'lsa kirganimga yana bir 20 tacha savol kelib turibdi. To'g'ridan-to'g'ri o'qib beraman. Assalomu alaykum doktor, yaxshimisiz? Men Samarqand viloyatidan onlayn ham ko'rib bera olasizmi? 7 oylik bulbulchasi juda kichik. Ko'rib bera olamiz, faqat tavsiya bera olamiz. Operatsiya qilish kerak, kerak emasligini uni ko'rganda, bolani ko'rganda hal qilinadi.